Yo do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan MMA Aziya. Bugungi mavzu: Nursulton Ro'ziboyevning yangi jangi qachon? Raqib kim? Va kimning imkoniyatlar ko'p bilib olamiz. Marhamat, biz boshladik. Videoni oxirigacha ko'ring va UFC turniriga bilet yutib oling. Hamyurtimiz UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev keyingi jangini UFCdagi tajribali jangchi Dustin Stoltzfusga qarshi o'tkazadi. Jang 18-may kuni bo'ladi. Jangni jonli efir biz bilan ko'rishingiz mumkin. Raqib germaniyalik Dustin rekordi 13-6. U bitta g'alabali seriyada kelmoqda. Nursulton ham bitta g'alabali seriyada. Uning UFCdagi yagona mag'lubiyati Joaquin Buckley'dan bo'lgan. Buckley esa 14-iyun kuni Kamaru Usmonga qarshi oktagonga ko'tariladi. Sizningcha bu janglarda kim g'alaba qozonadi? Do'stlar, bizning YouTube'dagi asosiy 100 ming obunachidan ortiq UFC Uzbekistan kanalimiz afsuski ba'zi sabablarga ko'ra yopildi. Hozirda yangi MMA Aziya kanalimizni ochdik. Menga sizlarni podдержкалар muhim. Biz yana oldingidek MMA armiyasini yig'amiz. Sizlarga ishonaman. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing, bizani podдержка qilinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi, bu men uchun katta motivatsiya. Muhim xabar. Obunachilarimiz orasidan aktiv bo'lganlarga sovg'alar bilan xursand qilishga qaror qildik. Asosiy sovg'a UFC formasi va UFC Baku turniriga bilet. Shunchaki bizga obuna bo'lib, aktiv bo'ling va omadli ishtirokchi bo'lib, UFC turniriga bilet yutib oling. Barchaga omad, sizlardan like, komment, aktivlikni kutib qolaman.